Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bu video murojaatim butun shu kreditga muddatli to'lovga savdo-sotiq qilib, maishiy texnika beradigan do'konlarga bo'ladi. Sizlardan iltimos, shu maishiy texnika berayotganda klient chaqirish maqsadida chet ellarga sayohatlar chiptalari qo'yasizlar-ku, Dubayga, mana hozir Turkiyaga, yoqqa qo'yasizlar-ku. O'shanda iltimos sizlar qarzga narsa beryapsizlar, qarzga mahsulot beryapsizlarda yana qo'yayotgan narsalaringni qaranglar-da. Hozir mana umumiy mana shu narsaga qarshiman. Bu meni shaxsiy fikrim, shu narsaga men qarshiman. Qaranglar, sizlar ko'risizlarmi? Men mana shu turistda umra sayohatiga yo'llanma yutib olishiga va mana shu narsaga men qarshiman. Nimagaki bu kreditga muddatli to'lovga xarid qilganingizdan keyin siz umraga sayohat yutib olish ehtimoli bor ekan va siz borish ehtimolingiz bor ekan. Men bu narsaga qarshiman. Nimagaki insonlar qarz olib umraga borishi bu menimcha noto'g'ri deb o'ylayman, chunki ko'p insonlar bormaydi. Sizlardan iltimos qilib qoladim shu narsani muddatli to'lovga beradigan do'koni bor jigarlar. Iltimos umra sayohatini umuman qo'shmasliklaringni iltimos qilardim, chunki sizlar qarzga berib yana umra sayohatini qo'shib qo'yish juda ham g'alati narsa. Xuddi cho'chqa go'shti halol degandek qilib qo'yibsizlar-da. Sizlardan iltimos shuni o'rniga O'zbekiston Respublikasining 12 ta viloyatini aylanishga chipta qilib qo'yinglar. Yurtdoshlarimiz maza qilsin. Hammaga rahmat, charchamanglar.